qilishib ketdi ish bor. Shunga ustozlarimiz bizga deydi, dunyoda 4 xil odam bor deydi qara. Birisi biladiganini biladigan odamlar. İkincisi biladiganini bilmaydigan odamlar. Üçüncüsü bilmaydiganini biladigan odamlar. Dördüncüsü bilmaydiganini bilmaydigan odamlar. Birincisi qanday odamga desa, shu dal boya biz degandek ko'p anglagan, ko'p ko'rgan, ko'p qatnashgan, oz so'zlab egallaganlarni hammani pishirib ko'nglida bir sistemini bilim nazariy qurilma aylandigan odamlar. Yani o'zi so'zlayotgan narsani, o'z doirasida so'zlayotgan narsaning nimaligini biladi. O'zining bu kasb ustida ma'lum yakunga ega ekanligini biladi. Hem boshqalarga so'zlab beradi, o'rgatarlaydi. O'rgatganlarning asosi bor. O'zi ishonch bilan so'zlaydi. O'rgangan odamlarni isbot yakunlar bilan o'rganadi. Ular biladiganini biladigan odamlar. Bizdan o'zimiz jamiyatda hurmat qilayotgan odamlar. Shu olimlarimiz haqiqiy jamoatga nimaga naf yetkazayotgan cho'ng kishilarimiz biladiganini biladigan odamlar ekan. O biladiganini bilmaydigan odamlar ekan. Bu odamlar o'rganadiki, kech kunduz tirishib o'rganadiki, kasbni egallaydi, lekin o'zidagi nazariyaviy amaliy bilimlarni boshqalarga o'rgatolmaydi deydi. So'zlab berolmaydi. Ularda notiqlik ilmi yoki so'zmanlik, joy-joyida jumlalarni qurashtirib, logikalik, odamlarni bir qoyil qiladigan, shunday sistemni so'zlaydigan iqtidor tuyan bo'ladi deydi. Bunda odamlardan jamiyatga, odamlarga ziyon yetmaydi, ammo foyda yetmaydi deydi. Üçüncüsü o'zining bilmaydiganini biladigan odamlar deydi. Bu qanday odamlarga desam, mushu ishni men bilmayman deb o'zini o'zi his qila oladigan, o'zini biladigan odamlarda bu kasbda mening bilimim yo'q. Shunga men so'zlasam bo'lmaydi. Bu doirada men gap qilsam, mening gapim oqmaydi deb bular shuni ko'p anglaydi ekan boshqalarnikini. O'zim bilmayman bo'lgandan biladiganlarnikini ko'p anglaydi ekan. Endi bunda bilmaydiganini biladigan odamlardanmi ko'pchilikka, jamiyatga ziyon zahmat yetmaydi deydi. Endi to'rtinchisi o'zining bilmaydiganini bilmaydigan odamlar var deydi qara. Mush odamlar xatarlikka. Chunki u neden paran qilsam shu doir so'zlaydi ekan, to'xtamay. Bunimi bilmayman deb o'ylaydi ekanda, o'zining bilmaydiganini bilmay, men biladi ekanman deb so'zlaydi ekan. Shuni to'g'riliq so'zlasam, biladi ekan, bilmay deb so'zlaydi ekan. Taqsis to'g'riliq so'zlasam, bilmay deb so'z boshlaydi ekan. Ammo hech qanday fikrning asosi yo'q, isbot yo'q, yakuni yo'q. Ağzı kelgeni so'zlaydigan bunday odamlarni bilmaydiganini bilmaydigan odamlar deydiganmiz. Jamiyatimizda mo shunday odamlar oz emas. Bular jamiyatga, odamlarga balkim zaho yetkazib qo'yishi mumkin. O'zining bilmaydiganini bilmay, bilaman deb so'zlab, o'zini hurmat qilayotgan, o'zini himoya qilayotgan, izzat qilayotgan bir to'p odamlarni o'zining og'zidagi sapsatisi bilan qamlashmagan yo'l yo'riqi bilan boshqa bir egri bu yo'lga boshlab qo'yish mumkin. Şu bugün topshiriqni yaxshi ado qilganlarimdan ma'lumotlarni endi deb qo'yay dedim. Ko'p anglash, ko'p bilim egallash, ham o'z biladigan doirasida so'zlash, bilmaydiganni anglash so'zlamas. Shunga sen unda adam bo'lganmi? Bilmaydiganni bilmaydigan odam bo'lsak bo'lmaydi.